Agar siz qonday qand miqdorini qancha erta aniqlaydigan bo'lsangiz, bu holat, ya'ni qandli diabet sababini aniq qilib, shu sababidan kelib chiqqan holatda davo chorasini qo'llab, bu qandli diabetni tegi bilan yo'qotish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Bu qaysi belgilar va bu belgilar qachon paydo bo'ladi? Bugun shu haqida aniq ma'lumotlarni bilib olasiz. Birinchisi, 90-95% insonlarda uchraydigan bu ko'p peshobga chiqish. Ya'ni kechalari bilan peshobga chiqish yoki kunduzi ham tez-tez peshobga chiqib turish. Bu ko'pchilik bilishi mumkin bo'lgan belgilardan biri. Lekin bu nima sababdan kelib chiqadi? Buni aniq qilib belgilab olish kerak. Ko'pchilik ko'p sevishni boshlagan vaqtda, ayniqsa erkaklar, prostatada qandaydir muammolar borligi bilan bu muammoni bog'lashadi va urologga borishadi. Bu urolog ko'rgandan keyin sizda prostatada qandaydir muammolar bo'lsa, prostatangizga alohida davo chorangizni yozib berishi mumkin. Lekin bu holat qonday qand miqdorini aniq qilib belgilash bilan chambarchas bog'liq jarayon. Agar sizda erkak kishi bo'lsangiz, sizda ko'p seyish jarayoni aniqlangan bo'lsa, bu holatni aniqlash maqsadida birinchi qiladigan ishingiz qonday qand miqdorini ko'rish tavsiya qilinadi. Agar haqiqatan ham baland bo'ladigan bo'lsa, albatta mutaxassis nazoratida bu holatni davo chorasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Ayollarda esa ko'pchilik o'sha yosh katta, yosh o'tgandan keyin ko'p peshobga chiqish boshlangan vaqtda siydik qopi pastga tushgani, ya'ni o'sha homiladorlikdan keyingi o'zgarishlarni ko'pchilik mana shu narsa bilan bog'laydi. Lekin bu holat har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Bu holat sizda aniqlandimi? Albatta siz ham xuddi shunday qonday qand miqdorini aniq qilish maqsadida umumiy qon tahlilidagi qonday qand miqdorini ko'rish tavsiya qilinadi. Bu har bitta joyda mavjud. Hattoki glukometrlarda o'sha patronaj medsestralar ham hozirgi vaqtda uyma-uy yurib, qonday qand miqdorini ko'rib yurishibdi. Bu holat sizga hech qanday qimmatga tushmaydi. Shunchaki o'zingiz uchun aniq ma'lumot olishingiz uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bu birinchi belgiga mos va bog'liq bo'lgan ko'p suv ichish. Ko'p suv ichish bu ko'p seyishdan keyin, ya'ni ko'p peshobga chiqishdan keyin avtomatik ravishda rivojlanishi mumkin bo'lgan belgilardan biri hisoblanadi. Nimaga ko'p seyish va nimaga ko'p suv ichish bu o'zidan o'zi emas. Agar organizmda ko'p miqdorda qondagi qand miqdori oshishi bilan vujudga keladigan jarayon bo'lsa, bu ortiqcha qondagi qand miqdorini buyraklar o'zidan ajratish maqsadida ko'proq o'sha qondagi qand miqdori peshobga o'tishni boshlaydi. Qand esa o'zi bilan birga ko'p miqdorda suyuqlikni olib tushishga harakat qiladi. Bu esa keyinchalik tana bo'ylab hujayralarning suvsizlanishi, to'qimalar suvsizlanishiga sabab bo'ladi. Bu oddiy suv ichish emas. Bu insonlar litrlab suv ichishga tayyor. Ya'ni 2 litrlab suv ichishi mumkin va bu insonlarda og'izda har doim quruqlik va og'izda har doim o'sha ta'm bilmaslik va til qurib qolishi, gapirganda ham hattoki tanglayga yopishib qolish holatlari vujudga kelishi mumkin. Bu holatlar qonday qand miqdori yuqoriligidan darak beruvchi ikkinchi asosiy belgi hisoblanadi. Uchinchisi esa bu yuqoridagi ikkita belgiga chambarchas bog'liq jarayon, bu holsizlik. Holsizlik nimaga vujudga keladi? Agar qonday qand miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, qandli diabetning ikkinchi tipida sizda insulinga rezistentnost jarayoni rivojlangan bo'ladi. Birinchi insulinga rezistentnost, keyin preddiabet, keyin esa qandli diabetning ikkinchi tipi rivojlanadi. Insulinga rezistentnostda asosiy birinchi belgilardan biri bu holsizlik hisoblanadi. Bu holsizlik sizda vujudga keldimi, albatta insulin miqdorini aniq qilib belgilab olish shart va qonday qand miqdorini ham aniq qilib belgilab olish kerak bo'ladi. Yuqoridagi 3 ta sanab o'tilgan belgilar qonday qand miqdori 5,5 bo'lsa ham yuqorida shikoyatlar kelib chiqishi mumkin. Lekin qonday qand miqdoriga analiz topshirib ko'radigan bo'lsa, normani ko'ramiz va sizda hech qanday qandli diabet yo'q deb o'sha shifokorlar sizga aniq xulosa qilib berishadi. Lekin bu holatda har doim ham shoshib xulosa qilish noto'g'ri hisoblanadi. Agar qonday qand miqdorini och qoringa va to'q qoringa ko'radigan bo'lsangiz, oz miqdorda bo'lsa ham qonday qand miqdori to'q qoringa oshgan bo'lsa, misol uchun 7,4 chiqsa va siz 3 oylik sahar topshirgan vaqtingiz, ya'ni o'sha glikogemoglobin degan analiz topshiradigan bo'lsangiz, bu analiz 6 dan yuqori chiqsa, demak sizda preddiabet. Bu yuqoridagi 3 ta sababga aynan shu qandli diabetni boshlang'ich etapi, preddiabet sabab bo'lib turibdi. Bu preddiabetni tegi bilan yo'qotish imkoni mavjud bo'ladi. Buni esingizdan chiqarmang. Agar sizda preddiabet aniqlandimi, vaqtni cho'zib o'tirish hech kimga tavsiya qilinmaydi. Chunki preddiabet bu yaqin o'rtada keyinchalik diabet va umrning oxirigacha sizdagi o'sha zararli preparatlarni iste'mol qilib borish majbur bo'lib qoladigan holatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu holatgacha olib bormaslik maqsadida preddiabet sababini aniq qilib, ya'ni vrach nazoratida bu holatni tegi bilan yo'qotish tavsiya qilingan bo'ladi. Bu holat uchun maxsus preparatlar va maxsus vitaminlardan foydalanilgan holatda bu holat
to'liq bartaraf etilishi mumkin bo'ladi. Biz har oyda onlayn tartibda qandli diabet, preddiabet, semizlik, shunga o'xshash muammolar bo'yicha onlayn tartibda sog'lomlashtirish marafonini o'tkazib boramiz. Bu marafonda har bitta inson qatnashish huquqiga ega. Kim qatnashadigan bo'lsa, albatta Telegram orqali bu ma'lumotlarni bemalol olishingiz mumkin. Telegram silkasini videosida belgilab qo'yaman. Keyingi belgi bu teridagi o'zgarishlar. Qandli diabet, insulin resistentность va preddiabetga bog'liq bo'lgan jarayonlardan asosiy teridagi o'zgarishlar bu juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan belgilar hisoblanadi. Agar sizda bo'g'imlar orasida, misol uchun tirsakda bo'lishi mumkin, yoki bo'yinda bo'lishi mumkin, yoki tizzada bo'lishi mumkin, yoki barmoqlar, mushlar orasida qorayish jarayonlarini ko'rgan bo'lsangiz, sizda katta ehtimol bilan insulin resistentность rivojlanadigan bo'ladi. Bu holat insulin miqdori yuqori bo'lganligi hisobiga kelib chiqqan jarayonlar. Insulin agar yuqori bo'ladigan bo'lsa, teri ustida biriktiruvchi to'qimani rivojlanib ketishi. Bu esa o'sha teri usti qorayib qolishiga sabab bo'ladi. Keyingi belgi bu qichishish hisoblanadi. Qichishish o'zidan o'zi vujudga kelmaydi. Qandli diabetda qichishish bu alohida belgilardan biri. Chunki sizda qonday qand miqdori yuqori bo'lsa, teri ostida va qon ichida bakterial va zamburug'li kasalliklar rivojlanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu holatlar qichishish bilan kechadigan jarayonlar hisoblanadi. Agar sizda qichishishlar qaysidir organ atrofida vujudga kelgan bo'lsa ham, albatta qonday qand miqdorini ko'rish tavsiya qilinadi. Bu ochiq qoringa va to'q qoringa qonday qand miqdorini ko'rish va 3 oylik sahr, ya'ni 3 oylik qonday qand miqdorini glikogemoglobin analizi orqali aniq qilib belgilab olish shart bo'ladi. Chunki sizda ham xuddi shunday qandli diabet boshlang'ich etapi rivojlanishi mumkin bo'ladi. Qandli diabet boshlang'ich etapning keyingi asosiy belgilaridan biri bu asosan erkaklarda uchraydigan jinsiy faollik pasayib ketishi. Bu jarayonlar birdaniga bo'lmaydi. Ya'ni jinsiy faollik pasaygan vaqtda birdan pasayadigan bo'lsa, bu erkak kishi albatta urologga murojaat qiladi. Lekin bu holat birdaniga pasayish bo'lmaydi, sekin astalik bilan jinsiy faollik pasayib ketishi, ya'ni erektil disfunksiyani pasayib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa sizda birinchi signalga asosiy ishora bo'ladi. Ya'ni agar sizda erkak kishi bo'lsangiz jinsiy faollik pasaydimi, siz urologga borgan vaqtingizda albatta bu holatni aniq qilish maqsadida qo'shimcha qonday qand miqdorini analizini topshirib ko'rish tavsiya qilinadi. Agar sizda qonday qand miqdori haqiqatan ham yuqori chiqsa, urolog tomonidan qandaydir qilinadigan ish bo'lsa, albatta urologning qo'shimcha yordami va qandli diabet sababini aniq qilib, shunga qarab turib davo chorasini qo'llash kerak bo'ladi. Chunki faqat urologik davo chorasi bilan bu holatni siz to'liq bartaraf eta olmaysiz. Bu holat qonday qand miqdori bilan chambarchas bog'liq jarayon. Keyingi asosiy belgilardan biri bu ko'rish. Ya'ni ko'rish xiralashib ketishi. Xuddiki sizni ko'zingiz atrofida tuman hosil bo'lganday va borgan sari bu tuman xiralashib ketayotganday bo'ladi. Bu holatlar qonday qand miqdori yuqori bo'lishidan darak beruvchi bir belgi hisoblanadi. Nimaga bunday bo'ladi? Bunga asosiy sabab, agar sizda qonday qand miqdori yuqori bo'lsa, ko'z olmasi ichidagi suyuqlik quyuqlashib ketishi, bu esa sizni ko'rishingizni pasayishi, ya'ni atrofda tuman hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu glaukoma emas va boshqa qandaydir oftalmologik muammolar emas. Bu holat ham xuddi shunday qonday qand miqdori analizini ko'rish uchun kerak bo'ladigan belgilar hisoblanadi. Xo'p, sizda yuqoridagi belgilar paydo bo'ldi. Qonday qand miqdori yuqori chiqdi va sizga vrachingiz diagnoz qo'ydi. Qandli diabet ikkinchi tip noto'liq remissiya yoki to'liq remissiya yoki rivojlangan davra deb diagnoz qo'yishdi. Va bu holatda ko'pchilik qiladigan birinchi xatolik bu stress, ya'ni depressiyaga tushishni boshlashadi. Depressiya bu sizni muammoingizni hal qilmaydi. Depressiya bilan siz hech qachon hech qaysi muammoni hal qilmagansiz. Muammoni o'ylash emas, yechimni o'ylash sizga yordam beradi. Hozirgi vaqtda qonday qand miqdori yuqori bo'lsa, ya'ni sizda qandli diabet kelib chiqqan bo'lsa, bu holatni tegi bilan yo'qotish imkoni mavjud. Bu holat tegi bilan yo'qotilishidan oldin albatta sizdagi qonday qand miqdori nima sababdan ko'tarildi? Buni aniq qilib belgilab olish shart. Va shu sababidan kelib chiqqan holatda sizga aniq qanday davo chorasi kerak deb bo'ladigan bo'lsa, shu kerakli davo chorasini mutaxassis sizga aniq qilib belgilab beradi. Va bu holat bo'yicha siz muammoni to'liq bartaraf etishingiz mumkin bo'ladi. Qandli diabetda qancha staj bo'lganligi va siz qaysi preparatlar iste'mol qilganligingiz, insulin olganmisiz, olmaganmisiz? Bu holatlar qandli diabetni to'liq davolash uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun esingizdan chiqmasin, agar sizda qandli diabet rivojlangan bo'lsa, bu holatni kechiktirmasdan tezlikda mutaxassis nazoratida
davolash kerak bo'lmaydi. Agar vaqtida yordam berilmaydigan bo'lsa, qandli diabet asoratlari bilan umrbod kurashishga majbur bo'lib qolish yoki o'ta kuchli o'tkir bo'lgan asoratlar bilan kurashishga to'g'ri keladigan holatlardan biri bo'ladi. Bu hollarga juda ham ko'p guvoh bo'lganmiz. Bu keyinchalik organizm uchun, o'sha inson uchun katta stress va keyinchalik ko'proq muammolarni hal qilishga majbur qilib qo'yadigan asosiy holatlardan biri hisoblanadi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.